Bahardek günlerim vardı bir çağlar. Bahardek günlerini sığındın acep. Şu sebep özümni taşlab etmedin. Ötsümü beşimdin talayla kısmet. Köp qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. İkinci bab. Bir qizga ming ko'z. 6-qismi. Endi anlaydiganlar qizning yigitga yozgan javob xati. Qani, marhamat. Xatlaringni topshirib elib, o'qib chiqdim shodlikqa to'lib, jilva qildi yuzimda kulga, yuraklarmu shodlikqa to'lib. She'r kabi shuncha mehrlik, sen tikilding ko'zimga qarab, yuraklarim so'xdi dupildab, muhabbatning o'tlari tarab. Men qo'limga aldım qalamni, sen do'stimga javob yozishga, tayyor sana yuraklar hamon, muhabbatning gulini tizishga. Lag'man yeyishga amroq bo'lsang gar, etib beray yoqtirib yegin, sen haqiqiy sevgingni berib, meni dildin nigorim degin. Kelsang do'stim meni bir yo'qlab, chin yurakdan xushal bo'larman. Sen kelgucha yo'lingga qarab, tunni kunga, kunni o'larman. Men qo'limga qalamni elib, sana xatlar yeziyotaman. Yaxshi do'stim o'zing bo'lg'ashqa, o'zimni baxtli seziyotaman. Jinim do'stim, angla so'zimni, doim asra cho'qim o'zingni. So'ritimni ko'rib qalsang gar, to'sib olma hargiz yuzingni. Azob tortib yurmagin hargiz, gul echilar bahar kelganda, menmi xo'shal seziman hamon, sen o'zingni xo'shal sezganda. Doim yasha g'ayratlik bo'lib, kulsin ko'ngling shodlikqa to'lib, yangi hislar tug'ilsin amdi, azoblaring yo'qolsin o'lib. Xushxuy qizchaq yaqin do'stiga xatlar yezib saldi pochtiga, bekmo havas qiladi dildin, she'r yozgan ashu yariga. Ay osmonga chiqsi kechida, xiyol surman uyning ichida, muhabbatdan meva beradi, ulug' sevgi bir kun mitchida. Dard tassangmu kecha ham kunduz, dardmanlardek yurmagin janon, do'stlaringning oldida mayli, dushmanlarning oldida yomon. Sen g'ayratlik yasha har zamon, sana hamra g'oyibi janon, chiroyingdan yutsin azoblar, sen bo'lmag'in sarg'aygan saman. Men do'stlikqa sodiq bo'laman, sen baxtlik bo'lsang kulaman. Sevgi yo'lida agar sen o'lsang, ishkilanmay menmi o'laman. İntizar bo'lma talmirib manga, so'ritimni topshirib olg'in. Gar yoqtirib qalsang sen meni, ishkilanmay qo'yningga solg'in. Taqdir nasib qilsa agarda,
Sana məngü həmrah buluman, muhabbətning payzini sürüp, təng şatlanıp birlik gülüman. Sörütüngni qolumğa elip, qayta baxdım gözünge, Cenim degin daima meni, intizarman aşı sözünge. Yigit meni körüşün üçün, sen yenimga kilişin gerek. Yürükimge yıkıllaş üçün, belki netçe ölüşüm gerek. Puraş üçün qarı çeçimni, qarı tünge künüşün gerek. Menki yıldız evcide özüm, sama yolu buluşun gerek. Uçuş üçün aşı köklerde, erkin kuş buluşun gerek. Süyüşümge erişiş üçün, sen süyüşni bilişin gerek. Şartlarımge belkim künersen, meni oylap kündü tünersen, sen gayretlik bulup yaşasan, kelgüsüde çokum külersen. Taqdirimiz qoşulup kalsa, men vafadar yayrang bularman. Sen vafasız bulup kalsan ger, yürüküngni men mutilarman. Arlıqımız yirak bulsumu, köngüllergiz yirak bulmusun. Dostlar bizge heves kılsıncu, düşmanlarımız hergiz gülmüsün. Yazay desem tügümez sözüm, telmiridu yolungu gözüm. Belkim baksa gözümge gözün, kızırıdu almedek yüzün. Gül ışkıda sayrısı bulbul, yar yenimga kilemsen odul. Sözlerimni hakiki bilip, cin yürekten kılamsan qabul. Hayri hoş dep tügütay gapni, salametlik tileymen sana. Baxt bergin tilikim şudur, hoş haberler yetkizgin bana. Sevimlik anlıqçılar, qadirlik tordaşlar. Yuqorida bir jup oshiq mashhuning o'zaro yozishgan sevgi maktubini to'liq anglab bo'ldik. Balkim kitobda do'stlarimizning hammasi bizga o'xshashlar nihoyat hayajonlanmasi kerak. Biz do'stlarimizning mushg'ul kayfiyatiga davomliq xushallik ato qilish maqsadida bugungi programmamizga muhabbat kuychisi Ibrohim Qurbon akani alohida taklif qilib keldik. Hammamizga ma'lum Ibrohim Qurbon akaning yillardan beri aytib kelayotgan esil muhabbatli kuylarini shu davrdagi yoshlar emas, balki hozirgi davrimizdagi yoshlarmi suyib anglaydi. Jumladan men ham shundoq. Ibrohimga xush keldingiz. Rahmat. Aldı bilan sizdan qimmatli vaqtingizni ajratib bugungi programmamizga qatnashib berganligingizga barliq do'stlar nomidan rahmatimni bildiraman. Sizning ilgari chiqargan unalg'ulantilaringizdagi naqshlarni nurg'ulg'an do'stlarimiz hali ham suyib anglaydi ekan. Mumkin bo'lsa, bugungi naq maydonda ilgirki muhabbatli kuylaringizdan birini aytib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Rahmat sizga. Bu chaqdagi shu davramda shuna bo'ldi. Ham u chaqdagi muzika saviyalmi, tarzi yaxshi emas. O'zim rastga qilsam shu vaqtdagi o'rindash saviyarimni men tozabak yoqtirib ketmayman. Rahmat sizga hamda. Cho'qim shu chaqdagi naqshlarning birini o'rindaydigan ish bo'lsa, Sabiy qiz degan naqshamni o'rinlab beray. Uzun bo'pti bu naqshini. Aytmag'ini. Qani, marhamat. Nemiş qısın dep degen sende Barçı dətinin əmmisi məndə Yanı nimə
öksüp yığılaysan. Dert üstüge dert kılaydım sen. Yanına öksüp yığılaysan yar. Dert üstüge dert kılaydım sen. Neymiş kusur dert degen sende. Dert üstüge dert kılaydım sen. Yanına öksüp yığılaysan. Dert üstüge dert kılaydım sen. Yanına öksüp yığılaysan yar. Dert üstüge dert koşaydım sen. Buldu canan yormamama. Toldu yüreğim sakta söygüge. Buldu canan yormamama. Toldu yüreğim sakta söygüge. Unutkun sen yürgen küllerini. Söydim güzel bir sebi kızını. Unutkun sen şirin sözlerini yar. Söydim güzel bir sebi kızını. Rahmat İbrahim'ga rektasizlik aytib o'tdingiz. Rahmat sizga. Sizga bir rahmat. İbrahim'ga vaqtimiz mutashib qapti. Sizniki qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga alaydan qatnashib, anglovchi do'stlarimizga xushalik ato qilganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizning san'at ko'kida mangu parvoz qilishingizning, ijodiyatlaringizning texmo mo'lsizlik bo'lishini chin qalbimizdan tilaymiz. Hormag'aysiz. Rahmat. Barliq qarindoshlar vaqt munosabati bilan sizlar bilan mishayda ayrilgan bo'ldim. Bu kechini nayt xotirjam o'tkazgilarni qo'y. Yaxshi tush ko'ringlar. Bo'lsa biz aloqalashib turamiz. Men kelib turman. Cho'qim sizlar uchun mulozimat qilish mening majburiyatim. Mening baxtim. Rahmat. Dostlar, shunda qilib programmamiz oxirlashdi. Hammalarga omon esenlik yor bo'lsin. Bu kecha hammalarga tatliq va shirin tushlarning yor bo'lishini tilaymiz. Bu programma anlatılgandan keyin kuchlik g'ulg'ul qo'zg'adi. Torda xeyli bir kunlargacha inkaslar uzilmadi. Xushxo'y shundoq qilib Nur Ali bilan shirin muhabbatingizga g'arq bo'ldi. O o'z xushalliklarini eng yaqin tordosh do'sti Tanhoga so'zlab beradi. Tanho garchi yoshirin azoblanib yursimi, ammo
Xushxo'yning ovozidan naqadar xushal ekanligini his qilib xotirjam bo'ladi. Nur Ali bilan Xushxo'yning muhabbatlashayotganligi to'g'risidagi bu xabar to'rda tarqalgandan keyin onunğa ko'ngil izhori qilishni o'ylashayotgan yigitlar umidini uzib bu xiyollardan yaltiyib qilishdi. Ko'ngil izhori qilib bo'lganlar bo'lsa, kunda telefon qilib avor qilishdan asta-asta jimib qilishdi. Bu kunlarda Aqsu Avotdan tanha çayxonlarga bekla kam chiqilgan bo'lib qolgan edi. Sababi nihoyatda aniq. U yanala Xushxo'yni o'ylab azoblanib, o'zining ojiz, majruh yorilib qolganiga zarlanadi. Sevgi maktubi e'lon qilingan kechasi uning ko'zlaridan yosh qurimadi. Xushxo'y uningga telefon qilgan chog'larda u azoblarini chandurmay, onun barliq so'zlarini sabırchanlik bilan anglaydi. Ba'zi chog'larda Xushxo'y uningdan mijozingiz yo'qmi deb so'rab qolsa, zukam bo'lib qolgan o'xshayman deb qo'yadi. U bu xil his tuyg'ularini hech bir kishiga deb bera olmay, bekla qiynaldi. Rolarga Maryamgul Xushxo'y, Yusufjon Abdurahmon, Abduquddus Mattursun, Mutallibjon Qovul, Valijon Eli qatorliqlar ovoz bergan.